رسول الله حبيب الله نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Allah'ın rahmetinden qoğlanğan şeytanın azdırıp ketişinden Allah'a sığınıp panoh talab qilaman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sizlar bizni bütün kainatni yaratgan, sizlar bizni dünya və ahiretlik nijatlik yolu bo'lgan, haq dini islom diniga hidoyat qilgan qudratli Rabbimiz Allah subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Alemlerge rahmet kılıp avatilgan, bizge haq yolunu gösterip bergüçü nurluk çırak kılıngan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiyle, Cenab-ı Resulullah olan birge haq dinini yetkizüş yolunda hiç nersine ayımay, hiç gündüz harmay talmay cihad kılgan barlıq sahabalarga, ularning yo'liga izchil qiyomat kuni qadar erishib mangan barlıq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Biz necha vaqtdan beri o'qib kelayotgan Payg'ambarimizning sirat, yine hayot tarixidan iborat Rahiqul Maktum nomli kitobni o'qib kelayotgan, biz shu kitobimizni, ya'ni shu o'qib kelayotgan darsimizni davomlashtirish uchun biz bu madrasada yana o'tiribmiz. Biz ham yuqorgi darslarimizda Janob Rasululloh payg'ambar bo'lib dunyoga kelgan vaqtidagi arab jamiyatlarining umumiy ahvoli haqida to'xtalgan bo'lsak, endi biz bugungi darsimizda Janob Rasulullohning nasablari, Janob Rasulullah'ın kelib chiqish oilasi haqida to'xtalamiz. Nasabun nabiyyi ve usratu. Janob Rasulullah'ın nasabi, Janob Rasulullah'ın ailesi. Nasabun nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Janob Rasulullah'ın nasabi. Bizning Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın nasabi 3 bölekке bölünadi. Bir bölekке barliq Maşo sirat əhlləri, yeni Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixi bilan şug'ullanayotgan, məxsus şu haqda izlenib, şu haqda tədqiqat etib berayotgan barliq sirat əhlləri, barliq nasabshunaslar birlikka kelgan bil ittifoq bo'lgan qism. Mana bu qismning o'zi Cenab-ı Resulullah'dan boshlanib, eng oxirisi Adnonga tutishadi. Adnonga oxirlashadi. Yeni bir bölek var, bu bölekning o'zida ixtiloflar aytı ko'p. Bu bölek bu bir yerga to'plash, bir yerga ittifoqlashish doirasidan olqib o'tib ketgan. Mana u bo'lsa-mu shundoq bir qismki Adnondan keyin boshlanib İbrahim alayhisalomga yetib borgan qism. Mana bu bölek tarixning o'zida qavmlarning o'zi sal to'xtagan. Dedi tarixshunoslar, joiz bo'lmaydi Adnonning ustidan İbrahim alayhisalomgachilik tarixni surib kelish joiz emas degichilik bo'ldi. Yana bir bölek kishilarning o'zi tarixni so'zlashning o'zi joiz va deb Adnonning yuqorisida İbrahim alayhisalomgachilik surib kelgan tarixshunoslarmi bo'lgan. Mana joiz sanag'uvchilar mush ajdodlarning sonlari, ajdodlarningki sonlari va ularning ismlari to'g'risida sal o'xshamagan qarashtirib keldi.
Ularning ixtiloflari nəhayət güclü oldu. Ularning sözləri nəhayət ko'p oldu. Hattoki 30dak sözdən alqıb o'tib ketdi. Lekin hamma odam shunga birlikka kelgan Adnan bo'lsa, uchuq İsmoil alayhisalomning o'g'li ekanligi va hammaga uchuq hamma birlik kelgan masala. Ammo 3-bo'lak tarix kelsak, o İbrahim alayhisalomdan keyingi tarixga boshlanib, Adem alayhisalomga yetib bordi. Mana bu tarix bu bo'lakning o'zida tayinishninki eng ko'p qismi ahli kitoblarning o'tkazgan rivoyat tarixlariga tayinish bor. Mana ularning qarashida mushu tarix, mushu bo'lak haqida bir qism umr tafsilotlari. Onundan boshqa yashash vaqaliklari biz ening batıllıqda shak qilmaydigan narsalar bor. Biz endi qolgan qoldiq qismlarda to'xtalamiz. Biz tuvanda mushu Janob Rasulullohning nasab tarixidan tartib bo'yicha bu 3 bo'lakning hammasida azroq to'xtalib o'tamiz. Birinchi bo'lak Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi va sallam. Muhammad alayhisalom bu Abdullahning o'g'li. Abdullah Abdulmuttalibning o'g'li. Abdulmuttalibningki asli ismi Shayba. O Hashimning o'g'li. Hashimning asli ismi Amri. Amri Abdumanafning o'g'li. Abdumanafning asli ismi Mughira. O Qusayning o'g'li. Qusayning asli ismi Zayd. Zayd Kilabning o'g'li, Kilab Murraning o'g'li, Murra Ka'bning o'g'li, Ka'b Lu'ayning o'g'li, Lu'ay G'olibning o'g'li, G'olib Fihrning o'g'li. Mana G'olib ibn Fihra o Quraysh degan nom bilan laqab qo'yilgan. Butun Quraysh qabilasi mush G'olib ibn Fihrga nisbat berildi. Mana bu Fihra bo'lsa Malik ibn Nazrning o'g'li. Uning asli ismi Qays. O Kinonning o'g'li, Kinon Huzaymning o'g'li, Huzaym Mudrikaning o'g'li, Mudrikaning asli ismi Amir. O İlyasning o'g'li, İlyas Muzarning o'g'li, Muzar Nizarning o'g'li, Nizar Ma'adning o'g'li, Ma'ad Adnonning o'g'li. Mana bu tarixninki 2-bo'lagi Adnonning yuqorisidagi tarix. Adnon o Udatning o'g'li. Udat Hamaysaning o'g'li. Hamaysa Salamonning o'g'li, Salomon Avsning o'g'li. Avs Buzning o'g'li, Buz Qamvalning o'g'li. Qamval Ubayning o'g'li, Ubay Avomning o'g'li, Avom Nashidning o'g'li. Nashid Hazzaning o'g'li, Hazza Baldasning o'g'li, Baldas Yatlabning o'g'li. Yatlab Tabiqning o'g'li, Tabiq Jahimning o'g'li, Jahim Nahishning o'g'li. Nahish Maxining o'g'li. Maxi Ayzning o'g'li, Ayzi Abiqarning o'g'li, Abiqar Ubaydning o'g'li, Ubayd Duaning o'g'li, Dua Hamdanning o'g'li. Hamdan Sinbarning o'g'li, Sinbar Yasratning o'g'li, Yasrat Yahsanning o'g'li, Yahsan Yalhanning o'g'li. Yalhan Arvaning o'g'li, Arva Ayzning o'g'li, Ayz Dishanning o'g'li, Dishan Aysarning o'g'li, Aysar Afnodning o'g'li. Afnod Ayhamning o'g'li. Ayham Muqsir Nahisning o'g'li, Nahis Sarahning o'g'li, Sarah Sumayning o'g'li, Sumay Muzining o'g'li, Muzi Avzatning o'g'li, Avzat Aramning o'g'li. Aram Qaydarning o'g'li, Qaydar İsmoil alayhisalom o'g'li, Ismoil alayhisalom İbrahim alayhisalomning o'g'li. 3-bo'lak tarix İbrahim alayhisalomningki yuqorisidagi tarix. O Tarahning o'g'li. Tarahning asli ismi Azar. Azar Nahurning o'g'li, Nahur Saruhning o'g'li. Yoki Saruhning o'g'li. Saruh Ra'uning o'g'li. Ra'u Palahning o'g'li, Palah Abirning o'g'li, Abir Shalahning o'g'li, Shalah Arpaqshning o'g'li, Arpaqshat Samning o'g'li, Sam Nuh alayhisalomning o'g'li. Nuh alayhisalom Lamikning o'g'li, Lamik Mutavshalahning o'g'li, Mutavshalah Ahnuhning o'g'li. Deyildir tarixchilar tarafidan Ahnuh degan
Aqnuq degan shu payg'ambar İdris alayhissalom shu deyilgan. Mana bu İdris alayhissalom Yartning o'g'li Yart, Mahlailning o'g'li Mahlail, Qaynaning o'g'li Qayna, Anushning o'g'li Anush, Shisning o'g'li Shis, Adem alayhissalomning o'g'li. Al-Usratun Nabaviyya. Biz Cenab-ı Resulullah'ın dunyoga kelish ailesi, kelib chiqqan oila haqida to'xtalamiz. Cenab-ı Resulullah'ın ailesi Hashimiyya ailesi degan nom bilan tanilib kelgan. Mana bu Cenab-ı Resulullah'ın bobusi Hashim ibn Abdulmuttalibga nisbat. Ondaqdir biz Hashimdan keyingi kishilarning ahvoli haqida qisqagina deb o'tishimiz, tilga olib o'tishimiz kerak. Birinchi Hashim. Biz shuni yuqori deb o'tdik. Hashim bo'lsa, mush Bani Abdumannab jamiyatidan mush hojilarni sug'urish, hojilarga ziyofat berish huquqini o'z ustiga olgan kishi. Bani Abdumannab bilan Bani Abduttar o'zaro mansabni taqsim qilishga kelishgan vaqtida. Hashim bu intan yuqori bo'lgan bir sharafga ega boy kishi edi. Mana bu Hashim bo'lsa Makkaga hojilar uchun bu sho'rfuga chilangan nonlarni tunji qatim taom qilib bergan kishi shu Hashim. Uning asl ismi Amr. Bu nima uchun Hashim deb atalib qoldi desa, Hashim deb atalmadi. Faqat u Hashimninki, Amrninki hojilarga nonni parchalab sundirib berganligi uchun shuni Hashim deb atalgan. Bu Hashimning asl lug'at ma'nosi arab tilidan bizning tilimizga bu nonni parchalovchi, nonni sundiruvchi degan bo'ladi. Mana bu Hashim Qurayshliklar uchun ikki safarni yo'lga qo'ygan tunji kishi. Qish vaqtisi, yoz vaqtidagi tijorat safari. Bu vaqtda deydir shoir Amrullazi ashamat farida li qawmin bi Makkah musnitina ijab sunnat ilayhi rihlatan kilahuma safaru shita'i va rihlatul asyab. Mana bu sho'rfuga chilangan nonni o'z qavminlariga sundirib bergan Amr. Yani mushu qurg'oqchilik, ocharchilik ofatiga giribtor bo'lgan Makka xalqidan iborat o'z xalqiga bu nonni sundirib mehmon qilgan Amr. Mana bu ikki safar har ikkilisi qish vaqti mangadigan safar, yoz vaqti qiladigan safarlar mushu Amrning o'ziga sunnat qilib bu Amrning o'ziga loyiq yo'l qilib bekitilgan. Mana bu Hashimninki Hashim haqidagi so'zlarning qatoridan cho'qim Hashim Shamga tijoratchi bo'lgan holatda chiqdi. O Madinaga kelgan vaqtning o'zida Bani Adi ibn Najjar qabilasining bir bo'lgan Amrning qizi Salmoni o'z nigohiga oldi. O Salmonning qashida tut. Andegen Şam'a ticaret için çıktı. O Salma öz ailesinin kaşıdıydı. O Abdülmuttalib'e amildar idi. Bu Hashim Palestin zımından Guzza degan joyda o'lib ketdi. Ve o Hashimning o'g'li Salma Abdülmuttalibni milodiya 497-yilda tug'di. Bu Abdülmuttalib'e Shayba deb at qo'ydi. Nimishqa uning beshida bir oq bo'lganligi uchun. Uning ta'lim tarbiya ishlarini o'zining darisining oilasi qildi, yasratdi. Mana bu Abdülmuttalibning Makkadagi oilasini hech bir odam his qilmadi, bilmadi. Hashimning 4 o'g'li bor edi. O 4 o'g'li Asad, Abu Said, Nazla, Abdülmuttalib edi. 5 qizi var edi. O 5 qizi Şefa, Halide, Raife, Rukiye, Cennet edi. Biz yani ikkinchisi Abdülmuttalibninki tarix haqida qisqacha to'xtalamiz.
Biz yuqorqi tonishtirishlardan shuni bilib oldikki, bu Hashimdan keyin hojilarni sug'urish, hojilarga ziyofat berish xizmatlari Hashimning qarindoshi Mutallib ibn Abdumannabga o'tib ketdi. Mana bu Mutallib ibn Abdumannab o'z qavmining ichida fazilatga ega bo'lgan nayt itoatman isil kishi edi. Qurayshlar uni Hayyoz deb ataydi. Nimishqa? Uning nayt pek saxiy bo'lganligi uchun Hayyoz deb atagan. Mana bu Shayba Abdul Muttalib nayt kelishgan bir yigit haltiga kelgan vaqtida yoki uningdan yuqori mush 7 yosh yoki 8 yoshga kelgan vaqtida bu Abdul Muttalibning xabarini Mutallib qanday qildi anglab qoldi. Mana bu Mutallib bu Abdul Muttalibni ko'rib kelish uchun uni izlab Madinaga safar qildi. Mana bu Mutallib Abdul Muttalibni ko'rib bilan bo'shig'lab ketdi. Ko'zlaridan taram-taram yosh chiqdi. Onu bağrına bastı. Onu üzünün tügüsüge mindirdi. Ondan keyin bu aldı tusaldı. Hatta ki onun anısı ruhsat vermek kerak. Bu Mutallib, Abdul Mutallib'ninki anısıdan Mutallib onu üzü bilen birge Mekke'ye apırışını sordu. Ondan keyin bu ayol onu olmadı. Ondan keyin dedi Mutallib, fakat bu üzünün dadısının padişahlıqıga Allah'ın haramiga bardı. Dedi, bu Mutallib'nin anısı Selma Hanım qanday qildi, bunu ruxsat qildi. Mana bu Mutallib Abdul Mutallib'ni Mekke'ye üzünün tügüsüge mindirib keldi. Dedi adamlar, mana Abdul Mutallib dedi. Dedi bu Mutallib vaysat silay fakat o mening qarindishim Hashimning o'g'li bu. Ondan keyin bu Abdul Mutallib bu Mutallibning qashida turdi, hatto cho'ng bo'ldi. Mutallib Yaman zaminining Radman degan joyda tugab ketdi. Ondan keyin bu nimani hojilarni sug'urish, hojilarga ziyofat berish xizmatlarini Abdul Mutallib o'z ustiga oldi. Mana bu Abdul Mutallib o'zining ota-bobollari o'z qavmi uchun elib borgan barliq xizmatlarni o'z qavmi uchun qildi. O'z qavmining ichida o'zining ajdodlaridan biri odam yetanmagan sharafga yetdi. Ve bu Abdul Mutallib'nin qavmi intayin yaxshi ko'rdi, hem ularning ichida uning sharafimi naydi cho'ng bo'lgan. Yani Mutallib o'lib ketibdi, bu Mutallibninki qarindishi Navbal Abdul Mutallibninki igdorchilik qilgan barliq huquqlarini, mol mulklarga sakrab qo'ydi, hem uni bo'lib oldi. Andaki surada Abdul Mutallib Qurayshliklarning bir bo'lak kishilarning o'zining tog'isiga qarshi yordam berishini so'rabdi. Dedi bu Qurayshliklar biz sen bilan sening tog'oning aralashmaymiz. Bu ishkilning o'rtasidagi ishga biz kirmaymiz deydi. Andaki bu Abdul Mutallib Bani Najjar qabilasining bo'lgan o'zining ona tarafdagi tog'alariga bir qancha beyitlarni yozib ulardan yordam talab qilgan. Andaki bu Abdul Mutallib'ninki ana tarafdan bo'lgan tog'asi Abu Sa'd ibn Adi 80 kishilik otliq qo'shinning ichida keldi. Hatto Makkaning Iftah degan sayliqqa tushdi. U yerda Abdul Mutallib bilan uchrashdi. Dedi Abdul Mutallib, "Tush o'rningiz ne tog'a?" dedi. Dedi bu Abu Sa'd ibn Adi, "Yo'q, Alloh bilan qasam men Navbal bilan uchrashaman" dedi. Ondan keyin shu Navbal tarafga oldini qilib yuzlanib ketdi, Navbalning qashiga kelib to'xtadi. O Navbal Hajar degan o'rinda Qurayshliklarningki katavashlari bilan, cho'nglari bilan birga o'tiribdi. Anin Abu Said o'zining qilichini sug'urib dediki, Baytullohning Rabbi bilan qasam qilib aytamanki, mening singlimninki o'g'liga onun mal mülkini qaytırıp vermesen senin bu qilishi bilan mishab urma dedi.
Dedi bu Nevfel kopab ben onu qaytırıp verdim dedi. O qaytırıp birdiğanlık Kureyşliklerinin çoğunlarını guva kıldı. Andayken Abdülmuttalib'nin uyugu düştü. Bu yerde 3 gün durup ömür kılıp Medine'ye qaytıp gitti. Mana bu ahval yüz bergen vaxtida Nevfel Beni Abdüşşems'in Abdülmennaf bilen Beni Haşim'e karşı ittifak tuzdu. Huza kabilesi Beni Neccar kabilesinden Abdülmuttalib'e yardım bergenliğini görüp deyişti ola. Çoğun bu Abdülmuttalib olsa bu bizden balımız. Xuddi onun balısı okşaş bizden balımız tutsa biz onun yardım berişke biz haqlığırak deyişti. Yani şundak buluşu çoğun bu Abdülmennaf'ın anısı del aşı Huza kabilesinin idi. Ola Davr-ı Nedvet girdi, Beni Haşim bilen Beni Abdüşşems'i ve Nevfel'e karşı ittifak tuzdu. Mana bu ittifak, bu kelişim Mekke'nin azat buluşu sebep boğan bu ahval keyin sözlenedi. Mana bu Abdülmuttalib'ge bu Beytullah'ın iş doğrusunun yüz bergen en mühim işlerinin katarının 2 işi var. Birisi Zemzem kuduğunu kolaş, ikincisi pil vakası. Birinci xulasa, çoğun bu Abdülmuttalib şüde Zemzem kuduğunu kolaşqa buyuruldu. Ve onun o Zemzem kuduğunu onu tasvirlep verildi. Bu kolaşları bilen tudu bu Zemzem kuduğunu kolağa yerde cürhumlukla bu Mekke'den qoğlab çıkarılışqa mecbur bo'lgan vaqtida ko'mayotgan narsalarni topdi. Ya'ni qilichlarni va dobulg'ularni va oltindan bo'lgan kiyikni topdi. Qilichlarni Ka'baning eshigiga osdi va eshikning o'ziga bu haligi oltindan bo'lgan bu taxsalarni va kiyikni esib qo'ydi. Hacılar üçün Zemzem bilen soğuruş işlerine elip vardı. Zemzem kuduğu aşkar boğa vaxtıda Kureyşlikler Abdülmuttalib'den bu Zemzem kuduğunu talaştı. Dedi Kureyşlikler bu Abdülmuttalib'ge şerik mi? Bizden şerik kılın bu hizmetke. Dedi Abdülmuttalib ben bunda kılanmayım. Bu bana has kılıngan bir iş dedi. Kureyşlikler onu boş koyup koymadı. Hatta ki onu Beni Sa'd Huzaym kabilesiga bir kahin ayolning qishig'a hukm chiqarish, sotlash uchun elib chiqdi. Hem bu ayol Şamning yezilarida edi. Ular ar yo'lda bo'pti, suv tugab ketdi. Allah Abdülmuttalibni yağmur suyu bilan sug'ordi. Hem ularning o'ziga bir tomchi yağmur suyu tushmadi. Andayken ular Abdülmuttalib'ninki Zemzem quduqiga xaslashtirilganligini tanidi va ular aql yanib qaytib ketdi. Shu vaqtda Abdülmuttalib agar uningga Allah 10 o'g'ilni bersa, nazr qildi. Shu vaqtda nazr qildi Abdülmuttalib agar uningga Allah 10 o'g'ilni bersa. Yasi bu 10 o'g'il o'zini qo'g'daydigan quramiga yetsa, ularning birini Ka'baning qishida bo'g'izlaydiganligini nazr qildi. Ikkinchi xulosiga cho'qin bu Abraha ibn Sabohil Habashi bu Najjashiyninki bosh vakili Yamandagi. Bu arablarning mushu Ka'bani haj qilayotganligini ko'rib bu San'ada çoğun bir çirkavını yasagan. Hem Arap hacılarının bu çirkavu qaytırışını irade qilgan. Beni Kenan kabilesinden bir adam bu xabarni anglab qolib, bu çirkavning kechilik kelib, bu çirkavning qibla tarafiga bu peshabning o'zini, taratning o'zini chaplab qo'ydi, surkab qo'ydi. Abraha buni bilib uning g'azabi taxmi qo'zg'aldi. Hem bu zor bir qo'shin bilan yurish qilib mangdi. Bu qo'shinning soni 60 ming qo'shin.
Kabe'ni yıkıt üçün Kabe taraf görüş kılıp mağdı. Üzü üçün pillanın içindeki en çoğun bir pilini üzüge talladı. Hem bu 9 pilinin içinde, yani 13 pilinin içindeydi. Üzünün yürüyüş kılıp menişine davamlaştırı hatta Muğammez diye orunga yetip geldi. Mani Mişadu o üzünün koşullarına kayıtlarını ratkı saldı ve üzünün pillerini tayyarladı. Mekke kiriş için tayyar oldu. Bu Muzdalife bilen Mina'nın aralığındaki Vadi Muhassar degan joyga kelgan vaqtida bu tuga ma'qul olmay, bu pil ma'qul olmay, bu yetib oldi. Pil o'rnidan turmadi, Kabe tarafga manish uchun. Bu pilni janub yoki shimol yoki sharq taraf yuzlansam, bu dast o'rnidan qopab jugurab ma'qul. Hem bunu Kabe tarafı qaytursa, o joyda kim yetib oldi. Shu asnoda ular shuningga o'xshash turibdi, Alloh taolo ularga Ababil nomli bir qushni avatdi. Mana bu qush ularning o'ziga bu xundanda pishirilgan, ayndaq qatqan, pishqan bir tosh bilan otdi. Ondan keyin bu tosh ularning o'zini yeyiladigan bir samonga o'xshash qilyapti. Ucharliqlarning o'zi shu xuddi azal ilmaglik qamoqqa o'xshash edi. Har bir ucharliq bilan 3 tal tosh bor edi. Uning tumshug'ida bir tal tosh, ening 2 tal putida 2 tal tosh bor. Noqutga o'xshash. Mana bu tosh ulardan biri odamning o'ziga tegmaydi, faqat tegsalankim ening uchoylari, ening a'zolari parça olab ketdi ve şu joyda öldü. Ularning hammasiga taqab bu tosh tegmadi. Ular o'zaro bisbisini ular qashqan holatda chiqdi. Ularning ba'zilari shunda yepishib turib, yo'g'ilib turib qashqan holatda chiqdi. Har bir ari yo'lda yiqilib tushdi. Har bir asosiy do'nglikka kelgan vaqtida o ilak olup öldü. Ama Abraha'ya gelsek Allah onunla bir keselini evetti. Şu kesel sebeplik enin parmakları ekip çıkıp gitti. O sen ağa fakat tohununki çücüsüge okşaş halette yitip vardı. Onun kalbinden enin meydisi yerlik gitti, andayken öldü. Ama Qurayshlik gelsek, ular jilg'ilaga bo'linib ketdi. Tağning cho'qqinlarida o'z-o'ziga bu zo'r qo'shindan qo'rqqan holatda saqlandi. Mana qo'shinning o'ziga tushgan bu hadislar tushgan vaqtida ular o'z uylariga xotirjam holatda qaytdi. Mana shu voqealik Janob Rasululloh tug'ilishdan 50 kun yoki 55 kun burun Muharram oyida bo'ldi. Köplügen tarixshunoslarning qarashidir. Mana bu voqealik milodiya 571-yili Mars oylarining boshlari, fevral oylarining oxiriga to'g'ri keldi. Uni Alloh taolo o'z payg'ambari o'zining baytiga oldin muqaddima qilgan, ilgari qilgan bir muqaddima bo'ldi. Biz Baytul Muqaddasga nazar solgan vaqtimizda biz şunu görüp yetimiz, Allah'ın düşmanlarından ibaret müşrikler, muş kıbligi 2 qatim iygi olup aldı, bu vaktin enin ehli Müslüman. Şundaq bu miladiden burun 587-yili Buxtinasarga yüz berdi. Rumluqlarga miladiya 70-yili Rumluqlarga yüz berdi. Lekin bu Ebeşilik Nasara dindeki kişilerinki Kabe'ni egallab to'liq bo'lmadi. Halbuki o Nasara dindekiler şu vaqtida Müslüman edi. Mana bu voqealik enin xabar ma'lumotları nayt avat bo'lgan madaniyatlik rayonlarga yetib borgan bir sharoitda yuz berdi. Habeşistan şu vaqtda onun Rumluqlar bilan kuchlik aloqa munosabati bor edi. Farslar hamisha bu Rumluqlarning o'ziga bir go'zalchilik bilan
Rumluqlarning ittifoqlashlariga tushgan bu hodisani kuzatib turadi. Aşı jihatdan tizlan parisliklar mush voqeadan keyin Yamanga yetib keldi. Mana bu ikki davlat shu vaqtning o'zida madaniyatlashgan bir dunyoga tamsil edi. Mana bu voqealar butun dunyoning diqqatini tortdi. Butkul dunyoni Allohning baytining nihoyat ulug' sharafli ekanligiga boshlab qo'ydi. Mana çoxum bu Allah'ın beyti, şunda bir beyt ki onu Allah Teala kişilerin mukaddes bilişi, ulug' biliş için tanlagan bir beyt. Ondaqda eğer Moşu Beytullah'ın ehlidan bir adamın özü nübüvvet davası bilen tutsa, boldu aşının üzülen muş vekalikini talep kılgan, talepnin üzü olan boldu. Hem Allah Teala'nın muşu iman ehli, yani şu vaxtdaki iman ehli olan Nasara dindikiligi qarşı müşrikler üçün Allah'ın yardım birişide bo'lgan yuşurun bir hikmetinin tefsiri oldu. Bu sebepler dünyasını besip düşürüyen bir yolu bilen iman ehliga qarşı Allah'ın müşriklerine yardım birişideki yuşurun bir hikmetinin tefsiri oldu. Abdülmuttalib'nin 10 oğlu bo'lgan. O 10 oğlu Haris, Zübeyir, Ebu Talib, Abdullah, Hamza, Ebu Leheb, G'aydaq, Muqavvim, Sirar, Abbas. Deyildi, bu 11 oğlu vardı, deb tarixchilar tarafından bundan diyen. Siyad qildi ular bir balın enin ismi Qusam. Deyildi, bo'lgan 13 oğlu vardı. Siyad qildi ular Abdülkâbini ve Hajjalni. Deyildi, çoxum Abdülkâbinin o'zi Muqavvim şu, Hajri o G'aydaq şu. Mana bu Abdülmuttalibning avlodlaridan ening ismi Qusam deydigan bir kishi bo'lmagan. Ama kızlarga kelsak 6 kızı vardı. 6 kızının ismi Ummul Hakim. O Beyza degan ayol shu. Barla, Atike, Safiye, Erva, Emime. Üçüncüden Cenab-ı Resulullah'ın darısı Abdullah haqida qisqagina to'xtalamiz. Cenab-ı Resulullah'ın anası Fatime, Amr ibn Aiz ibn İmran ibn Mahsum ibn Yaqzit ibn Murrat'ın kızıydı. Abdullah, Abdülmuttalib'nin ballarının içindeki en çaraylı, en iffetcan ayalık, Abdülmuttalib'ge en süyümlük balısıydı. Mana bu Abdullah Sebih'tir. Allah'ın yolu kurbanlık kılıngan, kurbanlık için atalgan bala. Yani aşında kılıç çokum Abdülmuttalib, enin oğlu 10 tuluk boğa vaxtıda, o şunu tunup yattı olanın özü, yani özünü qoğduğdak, halat yetkenligini bilip, haber verdi olanı özlerinin şu bir balsın nazır kıldığanlığını haber verdi, itaat kıldı olanın hemmisi bu Abdülmuttalib'e itaat kıldı. Deyildi, çoxum Abdülmuttalib olanın arasına çek taşlar. Olanın qaysı Allah'ın yolunda kurbanlık kılmadı. Andayken bu çek Abdullah'a uçup geldi. Mana bu Abdullah, bu Abdülmuttalib'e kişilerin en süyümlüğüydü. Dedi Abdülmuttalib, ey Allah, bu Abdullah ya ki yüzdüğe. İkisinden birisi olsun. Andayken bu Abdullah bilen bu tügünün ortasına çek taşladı. Mana bu çek 100 tügüge uçup geldi. Deyildi, çoxum Abdullah ularning isimlerini o'qiya o'qlariga yozgan. Bu o'qiya o'qlariga Qim, Hubal deb bergan edi. Andayken bu o'qiyaning o'zini elishtirib saldi. Andayken bu o'qiya o'qi çek Abdullahga chiqdi. Bu Abdullahni Abdülmuttalib tutdi ve pichoqni oldi. Onu bilan Ka'ba tarafga yuzlanib oldi. Onu qurbonlik qilish uchun. Onu Qurayshlar to'sib qoldi. Bo'libmi o Abdülmuttalibni Beni Mahsum jamiyatidan bo'lgan bu Abdullahning tag'illari ham uning qarindoshi Abu Talib to'sib qoldi.
Dedi Abdülmuttallib, mening nazarimni qanday qilaman? Andaykin kishilar Abdülmuttallibga bir kahin ayolning o'zini ekkilish, andaykin bu ayoldan maslahat so'rash maslahatini berdi. Mana bu Abdülmuttallib bu kahin ayolning qashig'iga keldi. Bu kahin ayol yine bu o'qiya o'qlarini Abdullah bilan 10 tugiga selishga buyurdi. Agar bu o'qiya yana Abdullahga chiqsa, tugidan 10 ni ziyoda qiladigan. Hattoki uning Rabbi rozi bo'lganiga qadar aynda selishga buyurdi. Agar chiqib qolsa, tugiga chiqib qolsa, u tugini darrov bo'g'izladi. Andayken qaytdi, Abdullah bilan 10 tugi oraliqda chek tashladi. Andayken chek Abdullahga tushdi. Hamisha tugidan 10dan ziyoda qildi, chek faqat lanqib shu Abdullahga chiqaverdi. Tuga 100 ga yetganga qadar. Andayken chek 100 tugiga tushdi. Andayken bu 100 tugi bo'g'izlandi, andayken shu holatda qoldirildi. Mana buningdan bir insonning o'zi yoki bir yerda bir yirtqichning o'zi kamaydi. Bu alaka bo'g'izlangan tugundan qashig'i. Mana Qurayshlarning ichida diyat, Arablarning ichida bo'lib 10 tugi edi. Mushu vaqadan keyin 100 tugi bo'lib joriy bo'lib qoldi. Buni islom dini o'rlashtirdi, joyida bekitdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan şu rivayet kılındı Cenab-ı Resulullah dedi, men Allah yolunda atalgan iki zebihnin oğludur men dedi. Yani İsmail aleyhissalam bilen özünün dadısı Abdullah'ın oğlu degan. Abdülmuttallib özünün oğlu Abdullah üçün Vehb ibn Abdülmenaf ibn Zöhret ibn Kelat'ın kızı Amine'ni tanıdı. O Amine şu vaktin özüde Qurayshlarning için nasab jihatdan, o'rin martaba jihatdan eng fazilatli ayol hisoblanadi. Uning dadisi Bani Zuhrat qabilasining xo'jayini edi. Nasab jihatdan, sharaf jihatdan. Mana bu o'g'liga bu Aminani etmadi. Mana bu Amina bilan Abdullah Mekkada birga bo'ldi. Ozgina vaqtdan keyin bu Abdullahni Abdülmuttallib Madinaga avatdi. Ularga bir xormuzarlik qilib bergan. Mana Abdullah shu yerda o'lib ketdi. Deyildi, balki Shomga tijorat qilgan holatda chiqqan. Andagi Quraysh karvonlarining ichida bu Makka tarafga oldini qilib kelib, Madinaga tushgan, bu Madinada kasal bo'lib qoldi, shu yerda vafot etib ketdi. Deb tarixchilar tomonidan bu voqelikni deyildi. Yani bu Abdullah bu Darun Nabigatul Cad degan o'ringa dafn qilindi. Onun şu vaqtning o'zi 25 yosh edi. Onun vafoti Cenab-ı Resulullah tug'ilishdan burun bo'ldi. Mana bu tarixchilarning ko'p qismi mana Rasululloh tug'ilishdan burun o'lib ketgan degan mushu tarix bilan deydi. Tarixchilar tomonidan deyildi, balki dadisi tug'ilib Cenab-ı Resulullah tug'ilib 2 oydan keyin yoki ko'proq vaqtdan keyin vafot topgan degan. Mana bu Abdullahning o'lim xabari Makkaga yetib kelgan vaqtida bu Abdullahga Cenab-ı Resulullah'ning onasi Amina eng go'zal marsiyalarni marsiya qilib o'qigan. Degan edi Amina afa janibul batha min ibn Hashim ve javara lahdan kharijan fil ghamagim degan. Da'athul manaya da'watan fajabaha ve ma tarakat fil nas misla ibn Hashim ashiyatan rahu yahmiluna sarira ta'awarahu ashabuhu fit tazahim fa in taku ghalathul manaya ve raybaha faqad kana mi'ta'an kaseerat tarahum degan. Mana bu Mekke'nin Fatha degan sayliqning bir tarafi İbn Hashimni yo'qotib qo'ydi. Mana bu İbn Hashim bir pardalik rahning ichida chiqqan holatda bir lahatda qo'shilib yotdi. Mana bu Abdullahning o'ziga Abdullahni o'lim chaqirdi. Abdullah bu o'limga javob berdi. Mana bu o'lim kishilarning ichida
Haşimning o'g'li Abdullohga o'xshash kishilarni qoldirmadi. Mana bu kesh vaqtida kishilarning o'zi uning jinoza taxtini ko'tarib qaytib keldi. Va uning hamrohlari nihoyat qistonchilik ichida qanday qildi navbatlashib qo'ldan qo'lga elib tutib ko'tarib keldi. Mana bu o Abdullohning o'ziga o'limning shaklari nihoyat kuchtum hujum qilib kelgan bo'lsa, cho'qim bu Abdullohning o'zi nihoyat bek saxovatli, nihoyat bek ko'p mehribon kishi deb bu marsiyani Janob Rasulullohning onasi Amina o'qigan. Abdullah qoldirib ketgan umumiy mol-mulkning hammasi 5 dona to'ga, bir pada, ya'ni bir bo'lib qo'ylar, ya'ni bir jangallik qo'ylar, ham habashilik bir didak. O didakning ismi Barakat. Ening kuniyati Ummu Ayman. O Janob Rasulullohning tarbiyalagichisi, Janob Rasulullohni tarbiyalab cho'ng qilgan ayol edi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz kelar qatimki darsimizda inshaalloh uchrashamiz. Assalomu alaykum.